Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanalimizga xush kelibsiz. Mana sizlar bilan ikkinchi chorakka yetib keldik. Matematika kitobingizning ikkinchi qismini ochsangiz, u yerda bizda 40-darsimiz bor. Mavzuyimiz amaliy topshiriqlar. 6-betni ochsangiz, u yerda bizda 11-12-mashqlarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 11 vazifamizni o'qiymiz. Hisoblang, natijalarni kilogramda ifodalang. Bizda 4 ta masalamiz bor ekan. Keling, har bittasini belgilab olamiz oldin. Birinchisini A deymiz, keyin B, D va E deb qo'yamiz. Endi bizda aytilyaptiki, mana hamma ifodalarni kiloda hisoblang deyilyapti. Bizda nimalarimiz bor ekan? Bu yerda bizda tonnamiz bor ekan. T degani tonna degani. Keling, shuni yozib qo'yamiz. Bilsangiz, 1 tonnamizda bizda 1000 kilo bor. 1000 kg. Xo'p, keyin bu yerda Q turibdi. Q degani quintal degani, ya'ni sentner degani. Keling, B Q deb qo'yamiz, sentner deb gapirganimiz osonroq bo'lsa kerak. Bu degani Q degani bu 100 kilo. Xo'sh, keyin nimamiz bor ekan? Bu yerda kilogrammimiz bor. Kilogramni tegmaymiz. Va bizda pastimizda gramlarimiz bor ekan. Gramlarimizni qanday qilib ifodalasak bo'ladi? Yozganimizda 1 kiloda, ya'ni 1 kilogramda bilasiz 1000 grammimiz bor. Bu narsalarni ko'pchilik o'tgansiz, bilsangiz ham kerak, lekin mabodo esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, kichkina qo'llanma. Demak, birinchidan boshlaymiz, A'sidan hisoblaymiz. A deganda bizda qarang, 7 tonna deb berilyapti. 7 tonna degani, bu degani 7 degani ko'paytirilgan 1000 ga. Nimaga 1000 ga ko'paytiribsiz desangiz, chunki bizning 1 tonnamizda 1000 kilo bor. Bizda esa bu yerda 7 tonna ekan. Plus deymiz, 4 Q deb turibdi. 4imizni demak 100 ga ko'paytirib olamiz bu yerda. Hammasini kiloga o'tkazyapmiz va oxirida plus 51 qilamiz. Kelini tegmaymiz. Hozircha Qga deb yozib o'tirmayman, oxirida qo'shib qo'yamiz mana so'zimizni. Qg'imizni. Xo'p. Plus 2 tonna deyilgan. 2mizni biz sizlar bilan 1000 ga ko'paytirib olishimiz kerak. Keyin 431 ga qo'shar ekanmiz. Chiqqan javobni hammasini keyin bo'lar ekanmiz 6 ga. Endi qarang. Bu yerda aytilyaptiki, 7 ni 1000 ga ko'paytirsak bizda 7000 bo'ladi. 4 ni 100 ga ko'paytirsak 400 va 51 qoladi demaymiz. 2 ni 1000 ga ko'paytirsak 2000 va 431 ga qo'shar ekanmiz. Xo'p, endi nima bo'lyapti? Birinchi o'rinda biz sizlar bilan mana shuni yozib olamiz. Hozir 7000 qo'shamiz 400 ga, qo'shamiz 51 ga. Keyin nima qilar ekanmiz? 2000 ni qo'shar ekanmiz 431 ga. Chiqqan javobimizni bo'lamiz 6 ga. Qani javobimiz bormi? Javobimiz yetarli. Juda ham ko'p ekan joyimiz. Xotirjam ishlasak bo'ladi. E'tibor bering, 7000 ni 400 ga qo'shsak, kalamizni ham qo'shsak bo'ladi. Javobi bizda 7400 bo'ladi. 7400 ni 51 ga qo'shsak, ya'ni mana oxirgi ikkita 0 joyiga 51 qo'shib qo'yamiz. Qarang, 74 51. Ya'ni 7451. Kalamiz ishladigan hozir mana bu joyni. Ya'ni birinchi o'rinda biz 7000 ni 400 ga qo'shdik. Javobi 7400 chiqdi. 7400 ga 51 qo'shsak, javobi 7451 bo'ladi. Endi plus deyman. Plus degan joyga 2000 ni 431 ga qo'shamiz. E'tibor bering, mana 3 ta 0 o'rniga 431 yozib qo'yamiz. Yozamiz 2431. Chiqqan javobimizni 6 ga bo'larkanmiz. Qayerda yozsak bo'larkin? Xo'p. Barobar deyman. Keling, tevasiga yozib ketay. Tevamizda joy bor, ha? Shunda mana bundoq qilaman. Xo'p, bitta kichkina sizlarga bitta narsa aytib o'tib ketmoqchiman. Iloji boricha faqat javobini ko'chirib qo'ymang. Tushunishga harakat qiling, o'rganishga harakat qiling. Mana bu sizlarga yozib ketyapman ko'p narsalarni, shoshilmasdan ko'rib, xohlasangiz birinchi marta ko'rganda umuman yozmasdan ko'rib chiqsangiz ham bo'ladi. Yozayotgan narsamizni tushunib bo'lganingizdan keyin ikkinchi marta o'zingiz ishlab ko'ring va yana bir marta videorolikimizni ko'rsangiz bo'ladi. Ikkinchi marta.
tushunish uchun. Shunda siz mavzuni nafaqatgina ko'chirib qo'yasiz javobni, balkim tushunasiz ham. Qarang, mana bu ustun ko'rinishda hisoblayman va buni ham yozishingiz siz shart. Daftaringizga yozmasangiz, o'qituvchingiz, maktab o'qituvchingiz o'ylaydi, bu bola o'zi ishlamagan, kalkulyator orqali hisoblagan deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun mana bu yozayotgan narsamni ham yozishingiz shart. Men tevaga yozib ketyapman, lekin siz iloji boricha daftaringizga pastga yozib keting. Shunda chiroyliroq bo'ladi ham, tushunarliroq ham bo'ladi. Xo'p, hisoblaymiz. 1 + 1imiz 2, 5 + 3imiz 8, 4 + 4imiz 8. Buni chiroyliroq qilaylik va 7 + 2imiz 9. Ya'ni javobi bizda 9882. Yozaman. Tevaga yozib qo'yamiz. 9882 ni bo'lar ekanmiz 6 ga. Xo'p, devamizga sig'armikin, yo sig'masmikin? Voy bu. Xo'p, keling sig'dirishga harakat qilaman, lekin siz iloji boricha daftaringiz pastiga yozing. Chunki sizga aniq sig'masa kerak. Xo'p, 6 dan hisoblaydigan bo'lsak, nimadir yuragim g'ash bo'lyapti, sig'masa kerak. Biz pastdan yozib ketsam ham bo'lar ekan. Mayli. Keling pastdan yozib ketaman. Demak, mana bu bizning birinchisi bo'ldi, ikkinchisini bo'lganimizda 9882 ni bo'lamiz 6 ga. Tevadagi mana bu narsani ham ko'chirib qo'yaylikmikin bu tarafga. Shunda siz ham adashib ketib qolmaysiz. Keling, mana bu zo'r narsam bor. Bundoq qilib, ko'rdingizmi? Shuncha paytdan beri bilmagan ekanman planshetda shunaqa narsa borligini. Yaqinda o'rganib oldim shuni ham. Xo'p, 9882 ni 6 ga bo'lganda 9 dan olamiz va 6 mizni 1 ga ko'paytiramiz. Shunda 1 kara 6 6, 9 minus 6 miz 3. Tevadan 8 imiz tushib kelishi kerak, ya'ni 38. 38 6 ga bo'lganimizda biz 6 mizni 7 ga ko'paytirib olamiz. Lekin 7 ga ko'paytirsak 42 bo'lib ketadi-ku, o'tib ketib qolyapti. Xato yozyapman. Keling 6 ga ko'paytiramiz. Shunda 6 kara 6 miz 36. 38 minus 36 miz bizni 32 ni o'zini beradi. Tevamizdan 8 tushib kelishi kerak. 28. Endi 6 mizni 4 ga ko'paytiramiz. 4 ga ko'paytirganimizda 4 kara 6 miz 24 ni beradi. Ya'ni 28 minus 24 4. Oxirgi 2 miz qolyapti. Endi 6 ni 7 ga ko'paytirsak 42 minus 42 bo'ladi 0. Javobi bizda 1647 kilogram bo'lar ekan. Bu bizni birinchisini javobi bo'ldi. Xo'sh, qanday qilib yozsam bo'lar ekan? Bu narsalar hozir biz yana ko'p hisoblaydigan joylarimiz bor. Yetmay qolishi mumkin joyimiz. Shunga keling bundoq qilamiz. Tevadagi narsamiz qoladi. Men buni boshiga surdirib qo'ydim va bu narsani yoniga A deb qo'yaman. Bu A ni hisoblagan sonlarimiz. Mana bu yerga A deb qo'yaman. Bu A niki, mana hammasi. Mana bu yerga B nikini yozaman. Mana bu yerda B niki bo'ladi. Lekin B nikini yozganimda pastga yozib ketaman. Qaniydi, bundoq qildirib qo'yaylik. Pastiga B deymiz. Bo'lsam joyimiz sig'maydi. Matematikadan tashqari bugun ona tili, ingliz tili, rus tili kitobidan, rus tili daftaridan uy vazifalarini bajarmoqchi bo'lsangiz, Sanur maktab kanalimizga qo'shilib qo'ying. Biz soat 6 larda yangi uy vazifalarini u yerga yuklab qo'yamiz va siz biz bilan bemalol uy vazifalarini bajarib olasiz. Kanalimizning nomi Sanur maktab. Xo'p, B'sida 47 sentnerimizni yozar ekanmiz. 47 sentner minus 2 tonna 5 sentnerga 2 tonna 5 sentnerga va nima qilar ekanmiz? Ko'paytirar ekanmiz. Chiqqan javobni 3 ga qo'shamiz. 2 sentner 43 ga. 43 kiloga. Qaniydi? To'g'ri yozibmanmi? Hammasini to'g'ri yozibmiz. Endi hisoblaymiz har bittasini. 47 q degani 47 ni demak biz 100 ga ko'paytirib olishimiz kerak. Yozamiz. 47 ko'paytirilgan 100 ga keyin minus 2 ko'paytirilgan 2 tonna bo'lganligi uchun 1000 ga
Qo'shamiz 5 sentnerga. Keling, buni ham qavs ichiga solib qo'yaylik. Qo'shamiz 5 sentnerga, ya'ni 5 ni 100 ga ko'paytiramiz. Xo'p, birinchi qavsimiz yopildi. Keling, tashqarisini ham yopib qo'yamiz. Chiqqan javobni 3 ga ko'paytiramiz va qo'shamiz 2 sentner 43 ga. 2 sentner degani bu 2 qo'shilgan 100 ga va qo'shilgan 43 kilomizga. Buni ham qavs ichiga solib qo'yamiz. Endi sizlar bilan hisoblaymiz. 47 ni 100 ga ko'paytirilsa bizda 4700 bo'ladi. 2000 ga ko'paytirsa 2000 bo'ldi. Bu yerda 500 ga ko'paytirsa 500. Yozamiz. Barobar deyman. Qavs ichidagi narsalarimiz bizda qarang. 2000 ni, mana bu 2000 ni 500 ga qo'shsak 2500 bo'ladi. Keling yozib qo'yaylik. 2500 javobi bo'lyapti. Yozganimizda qavsni ochib 4700 ni minus 2500 qilar ekanmiz. Chiqqan javobni 3 ga ko'paytiramiz. 3 ga ko'paytiramiz, keyin qo'shar ekanmiz. Bu yerda 2 ni 100 ga qo'shsak 200, 200 ga 43 qo'shsak 243. Tushundingizmi qaydan 43 chiqib kelgan? Ya'ni mana 200 ni 43 ga qo'shdim. Mana bu yerga 243 bo'ldi. Endi biz sizlar bilan hisoblashimiz kerak. 4700 ni minus 2500 qilamiz. Mana bu yerga joy tashlab ketdim-ku. O'sha joyga yozib ketaman. Ya'ni 4700 minus 2500. Hisoblaymiz. Nollarimiz tushadi. 7 minus 5imiz 2, 4 minus 2imiz 2. Ya'ni javobi qavs ichidagi narsamiz 2200 bo'libdi. Endi 2200 ni biz nima qilar ekanmiz? 3 ga ko'paytirib olar ekanmiz. Yozaman. 2200 tagiga yozib ketsam bo'lar ekan. 2200 ko'paytirilgan 3 ga. Manidan yozib ketaveraylik, sonimiz kichkina ekan. Xo'p, nollarimizni ko'paytirsak 0 0 bo'ladi. 3 kere 2 imiz 6, 3 kere 2 imiz 6. Javobi 6600. Barobar deyman. Bu yerga sig'mayapti. Shunga pastiga yozib ketaman. 6600 ni qo'shamiz 2000 deyishimmi? 243 ga. 243 ga. Hisoblaymiz. Xo'p, 6600 qo'shilgan 243 ga. 0 plus 3 imiz 3, 4 plus 0 imiz 4, 6 plus 2 imiz 8 va tevada 6 tushib keladi. Demak, javob bizda 6843 kilo bo'lar ekan. Bu bizni B ni javobi bo'ldi. Mana bu bizda B niki, ajratib qo'yaylik. Endi bu yerga biz D nikini hisoblaymiz. D deb qo'yaylik, joy tashlab ketamiz D nikini. Xo'p, tushunarli. Mana bu yozayotgan narsalarimizni ham yozishingiz shart. Ma'lum bir bizni o'quvchilarimiz bu joyni yozmasdan, keyin o'qituvchisidan gap eshitib kelishgan o'tgan choragimizda. Xo'p, B ni javobi bizda 6843 bo'ldi. Bu yerga ham tagini yozib qo'yaylik. Yoniga KG'sini ham yozib qo'ying. D sini ishlaymiz. D sida bizda nima bo'lyapti ekan? Endi grammda yozilyapti. Biz gramni kiloga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, qanday qilib ishlasak bo'lar ekan? Lekin e'tibor bering, bitta zo'r narsa bu yerda bizda bor. Hamma narsa grammda yozilyapti. Mana gram, gram, gram. Biz oldin keyin hammasini hisoblab olamiz, oxirida kiloga o'tkazamiz. Tushunarli? Ya'ni bir-biriga qo'shsak bo'ladi bemalol bu yerda. Xo'p, nima qilar ekanmiz? Birinchi o'rinda D ni yozib olamiz pastiga. Ya'ni bu bizda B bo'ldi. Bundoq qilib qo'yaylik. D deb qo'yamiz. D deymiz. Tevamizdagi narsalarimizni yozib olsak, 6549 gram. 6549 gram qo'shilgan, adashmasam, necha ekan? 3451 ga. 3451 gramga. Keyin minus qilamiz. 420 ming. Adashmasam shunaqamidi? Yo adashdimmi? Yo to'g'ri ekan. 400 gramni bo'lingan 10 ga.
Xo'p, siz bilasiz, birinchi tunda bo'linish qilishimiz kerak, va bu yerda hattoki kalamizni ishlab ketsak bo'ladi. Mana bu yerda bitta 0 bo'lganligi uchun, bu yerda ham bitta 0 bor. Ikkala 0 olib tashlaymiz. Shunda bizda javob necha qoladi? 420 mingning o'rniga 42 ming qolar ekan. Yozganimizda qarang, nima qolyapti bizda? 6541 qo'shilgan 3451 ga 49 ekan. Mana bu yerda 49 ekan, bu yerda esa 3451. Xo'p, minus 42 mingga. Nimaga 42 ming? Yo adashyapmanmi men? Yana adashyapmanmi yo adashmayapmanmi? Nimagadir xato bo'lyapti kitobimizda. Hozir sizga tushuntirib beraman nimaga. Qarang. Birinchi o'rinda keling qo'shib olaylik. 6549 ni 3451 ga. Xatim juda ham xunuk ketib qopti. Buni chiroyliroq qilib yozib beraman sizlarga. 6549 3451. Shuni yozamiz. Qarang. D da yozganimizda 6549 qo'shilgan 3451 ga. Bemalol ishlasak bo'ladi. 9 plus 1 imiz 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 4 plus 5 imiz 9, tagidagi 1 ni qo'shsak 10 bo'ladi. 1 ni eslab qolamiz. 5 plus 4 imiz 9, 1 ni qo'shsak tagidagi 10 bo'ladi. 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. Oxirida 6 plus 3 imiz 9, 1 imizni qo'shsak 10 bo'ladi. Ya'ni 10 ming. Endi qarang nima bo'lyapti. Mana buni javobi bizda 10 mingga teng. Bizdan so'rashyaptiki, 10 ming minus 42 ming qiling deyapti. 4-sinflar hali bu mavzuni o'tishmagan, ya'ni katta sondan, kichik sondan minus qilib bo'lmaydi katta sondan 4-sinfimizda. Nima qilsak bo'lar ekan? Bu yerda ikkitadan qanaqadir xato ketilgan. Kitobning o'zida, ya'ni biz hisoblaganimizda emas, kitobda. Mana bu yerda yoki 100 ga bo'lish kerak edi. Shunda bizga to'g'ri kelardi. Yoki mana bu yerda bitta 0 kamroq bo'lishi kerak edi. Nima qilaylik ekan? Xo'p, keling mana bu yerda 100 ga bo'lamiz. 10 ga emas, 100 ga bo'lamiz. O'qituvchingizga, maktab o'qituvchingizga buni aytasiz. Mana bu yerda xato bor ekan, ustoz deysiz, maktabingizdagi o'qituvchingizga. Mana bu yerda 10 ga emas, 100 ga bo'laylik deysiz. Sababi javobi chiqmayapti deysiz. Chunki mana bu yerda 42 ming emas, 4200 bo'lsa, unda minus qilsa bo'ladi. Mana bu yerda men bitta 0 olib tashlayman. Mana bu yerda bitta 0 olib tashlayman. Va mana bu yerda yozayotgan joyitimizda mana 10 ga bo'lmaymiz-u, 100 ga bo'lamiz mana joyda. Shunda bo'layotganimizda ikkita 0imiz ketadi-ku mana bu yerda. Bu yerda ham ikkita 0 chiqib ketadi. Javobi 4200 bo'ladi. Tushunarlimi? Endi biz sizlar bilan bemalol ishlashimiz mumkin. Ya'ni 10 mingdan minus 4200 qilsak bo'ladi. Bu matematika, xafa bo'lmaysizlar, nafaqatgina o'qituvchilar, balkim shu kitobni tuzayotgan odamlar ham adashib ketishi mumkin. Mayli, keling ishlab ketaveraylik. Biz o'zimizning masalamizni, ya'ni bu yerda 10 mingdan minus 4200 qilishimiz kerak. Hisoblaymiz. 0 lardan minus qilganimizda 0 lar tushib kelaveradi. 0 minus 2 qilib bo'lmaydi. Mana bu birimizdan qarz olamiz. Qarz berganda bu sonimiz mana bu 0 ga 10 ni beradi. Bunga esa 9 ni. Shunda 10 minus 2 imiz bizda 8, 9 minus 4 imiz esa 5. Javobi ya'ni bizda 5800 bo'lishi kerak. Yozamiz 5800 gram bo'lyapti. Bizning vazifamiz gramni endi kiloga o'tkazganimizda nima qilsak bo'larkin? 5800 gramda bizda 5 kilo bor. Qarang. 5 kilo va 800 gramimiz bor. Xo'p, butunlay biz kiloga o'tkaza olmaymiz, sababi bu yerda 800 chiqib qolyapti. 800 gram o'zi qolib ketadi. Qayerdan 5 kilo chiqib keldi desangiz, mana bu 5 kilomiz 5800 sonimiz bor-ku. Yaxshilab qarangida, bu aslida 5000 qo'shilgan 800 ga. Ya'ni 5000 ni 1000 ga bo'ladigan bo'lsak, mana bu sonni bizda 5 chiqadi.
Nimaga mingga bo'lyapsiz degan savol tug'ilsa, bilasizki, 1 kiloda 1000 grammimiz bor. Shunga men mingga bo'lyapman. Yozib o'tirishim shart emas bo'lsa kerak, tushunarliroq, ha? 5800 grammda bizda 5 kilo 800 gramm bor. Xo'p, shu naqa xatoli bo'lmaganda kitobda biz bunaqa qiynalib o'tirmasdik. Ha, mayli. Keling, mana ajratib qo'yamiz. Oxirgi bunaqa masalamiz qoldi, ya'ni S. Bu yerda to'g'ri ketgan deb umid qilaman. Qani hisoblaymiz. 16136 grammni. Bu yerda ham hammasi grammda berilganmi? Hammasi grammda berilgan ekan. Yaxshi. 16136 gramm minus 8764 gramm minus plus ekan 12628 da 28 gramm. Hammasini keyin bo'lar ekanmiz 2 ga. Xo'p, endi gramm degan joylarini yozmaymiz, hisoblaymiz faqat. Minus qilib olamiz, keyin plus qilamiz. Ya'ni joyimiz qoldi mana bu yerda. Joyimiz qolgan ekan. Mana bu D'si bo'ldi. Bu yerga endi S'ni yozib ketamiz. Xo'p, men joyni ham adashtirib qo'ymanga. Mana bu birlab ketib qolmasin. Ya'ni qizil bilan qilib qo'yay. Shuni adashtirib qo'ymaysiz, ha? Xo'p, D'si bo'ldi. Endi S'ni yozamiz. 16136 16136 minus qilingan 8764 ga. 8764 ga. Hisoblaymiz. 6 minus 4imiz bizda 2 ni beradi. 3 minus 6 qilib bo'lmaydi. To'xtab turing, mana shu joydan olib tashay. Mana shu joyimizni to'g'ri qilib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Xo'p. 3 minus 6 qilib bo'lmaydi, birdan qarz olamiz. Shunda 13 bo'ladi. 13 minus 6imiz bizda 7. Birimiz o'zi 0 bo'lib qoldi. 0 minus 7 qilib bo'lmaydi, 6 dan qarz olamiz. Shunda endi 10 bo'lyapti. 10 minus 7imiz bizda 3. 6imiz 5 bo'lib qolgan, ya'ni 15. 15 minus 8imiz 7. Ya'ni 7372. Mana bu yerning javobi 7300 necha dedim? 72 debman. Shu 72 qo'shilgan 12628 ga bo'lingan 2 ga. Hisoblaymiz. Chiqqan javobimizni 7372 ni qo'shar ekanmiz 12000. Shu planshetimiz ham bir o'ynab turadi. Xafa bo'lmaysizlar. Xo'p, qani edi? 12628. 12628 qo'shilgan 7372 ga. Hisoblaymiz. 8 plus 2 imiz 10. 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 plus 7 imiz 9. 1 ni qo'shsak 10 bo'ladi. 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 6 plus 3 imiz 9. 1 ni qo'shsak 10 bo'ladi. 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 plus 7 imiz 9. 1 ni qo'shsak 10 bo'ladi. 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz va tevadagi 1 ni pastdagi 1 ga qo'shsak 2 bo'ladi. Ya'ni javobi 20000. 20000 bo'lingan 2 ga. Bemalol bo'lib ketaveramiz. Ya'ni mana bu 2 ni mana bu 2 ga bo'lsak bizda necha bo'ladi? 2 bo'lingan 2 ga 1 va nollarni ko'chirib qo'yamiz. 1, 2, 3, 4. Bu bizda hammasi grammda yozilyapti. Bizning vazifamiz kiloga o'tkazish. Kiloga o'tkazganimizda biz nima qilamiz? Bo'lamiz. Bo'lganimizda ham grammimizni 1000 ga bo'lishimiz kerak. Bo'lyapmiz. Qarang. Nollarimiz turibdi. 3 ta 0 turgan bo'lsa, 3 ta 0 bu yerdan olib tashlaymiz va 3 ta 0 ni bu yerdan olib tashlaymiz. Necha qolyapti bizda? 10 qolyapti. 10 bo'lingan 1 ga 10. Ya'ni javobi bizda 10 kilo. Bu bizda hozir ikkinchisini deysizmi? Birinchi vazifamizni to'liq javobi bo'ldi. Juda ham ko'p yozdik, juda cho'zilib ketdi. Sonlarimiz kichkina emas, adashib ketish juda ham oson. Keling, bundoq qilib chiroyliroq qilib ajratib qo'yay sizga. Bundoq qilib, shunda adashib ketib qolmaysiz. Mana bu yerda hisoblagan joylarimizni ham yozishingiz shart. Iloji boricha tushunishga ham harakat qiling.
Va mana bu joydagi xatoni o'qituvchingizga albatta aytib qo'ying. Mana bu yerga 0 qo'shdik, mana 10 ga bo'lishi o'rniga biz 100 ga bo'ldik. Lekin shunda ham javobimiz bizda to'liq chiqmadi. Gramda chiqib qoldi. 800 gram bo'lib qoldi. Lekin iloji yo'q, kitobingizda qanaqadir xatolik ketgan. Yoki mana bu joydimizda bizda 0 bo'lishi kerak edi. Mana bu joyda ham 0 bo'lishi kerak. Mana bu joyda ham 0 bo'lishi kerak edi. Nollarimiz yo'q. Mana joyingiz esdan chiqib qolmasin, 0 ni aytib berish. Mayli, chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Mana esa 12-vazifaga o'taman. 12-vazifamizni o'qiymiz. Salat tayyorlaymiz. 1 kishilik salat tayyorlash uchun quyidagilar kerak bo'ladi. Xo'p, nima kerak bo'lar ekan bizda? Rasmimizda bodring berilgan ekan, kolbasa, makkajo'xori, tuxum va mayonez bo'lsa kerak, mana. Adashmasam mayonez bo'lsa kerak. Xo'p, 200 gram bodring bor, 160 gram kolbasa, 160 gram makkajo'xori, 3 ta tuxum, 90 gram mayonez. 3 kishilik salatning massasi qanday bo'ladi? Bitta tuxumning o'rtacha massasi 60 gram. Xo'p, mana bu yerga yozib qo'yaylik. Bitta tuxumning massasi mana bu yerda 60 gram ekan bittasi. Biz sizlar bilan har bittasini yozib olamiz. Vazifamiz oson, xudo xohlasa tezroq tugatishga harakat qilamiz. Yozib olamiz. Bodring birinchisi bizda 200 gram. Keyin bizda kolbasamiz bor. Kolbasa bizda 160 gram. Sariq shirin makkajo'xorimiz bizda jo'xori deysiz, 160 gram ekan. Bizda tuxum bor. Tuxumimiz 3 tasi. Ya'ni 3 tasi. Qaniydi? Chiroyliroq qilib yozay, sal-pal. 3 ta tuxum 60 gramdan ko'paytirilgan 60 gramga. Va oxirgisi bizda mayonez. Yo smetanamikin bu? Mayonez bo'lsa kerak. Mayonez deb qo'yaman. Qaniydi? Ruchkam yozmayapti. Yozdi. Mayonez bizda 190 gram ekan. 90 gram. Matematikadan tashqari bugun ona tili, ingliz tili, rus tili kitobidan, rus tili daftaridan uy vazifalarini bajarmoqchi bo'lsangiz, Sanur maktab kanalimizga qo'shilib qo'ying. Biz soat 6 larda yangi uy vazifalarini u yerga yuklab qo'yamiz va siz biz bilan bemalol uy vazifalarini bajarib olasiz. Kanalimizning nomi Sanur maktab. Bizdan so'ralyapti, mana bu hamma jamini topib nima qilishimiz kerak? 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Chunki 3 kishilik hisoblashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, nima qilamiz? Birinchi o'rinda keling sizlar bilan tuxumni naqasini topib olamiz. Ya'ni yozganimizda birinchisi 3 ta tuxum, har bittasi 60 gramdan bo'lsa, 3 ko'paytirilgan 60 ga. Kalamizda ishlasak bo'ladi. 3 kara 6 miz bizda 18 ni beradi va bitta 0 qo'shib qo'ysak 180. Mana bu 0 qo'shyapmiz. Ya'ni 3 ta tuxum bizda 180 gram ekan. Endi hammasini bir-biriga qo'shib chiqamiz. Ya'ni ikkinchisi bittadan qo'shib olaylik, hammasini birdaniga qo'shaylikmi? Keling, birinchi o'rinda bodringni qarang. Bodringni, kolbasani va makkajo'xorini birga qo'shamiz. Yozganimizda 200 deyman. Qo'shilgan 160 ga. Qo'shilgan 160 ga. 3 tadan yozdik. Deb 5 tasini yozsam adashib ketib qolishimiz mumkin. 3 tadan yozaman. Xo'p, nollarimizni qo'shsak 0 bo'ladi. Endi qarang. 0 ni 6 ga qo'shsak 6. 6 ni 6 ga qo'shsak 12. 2 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. Endi bu yerda 2 ni 1 ga qo'shsam 3, 3 ni 1 ga qo'shsam 4, tagidagi 1 turibdi, uni ham qo'shib olsak 5 bo'ladi. Ya'ni 520 gram bo'lyapti 3 tasi. Endi biz ham tuxum bilan mayonezni ham qo'shib olsak, keling shularni ham qo'shamiz. Ya'ni yozganimizda 3 tasini qo'shdik, 520 gramimizni qo'shaman. Tuxumniki 180 chiqdi bizda va qo'shamiz mayoneznikiga 90 ga. Va hisoblaymiz. Hammasini hisoblayapmiz. Xo'p, nollarimiz birinchi o'rinda tushib keladi. Keyin 2 ni 8 ga qo'shsak 10,
10 ni 9 ga qo'shsak 19. Shuni 9 ni yozib, birini eslab qolamiz. 5 plus 1imiz bizda 6, tagidagi 1 ni qo'shsak 7 bo'ladi. Ya'ni bir kishiga bizda 790 gram masallig'imiz ketar ekan. Bu kishi bizda bir kishiga bizdan so'ralyapti 3 kishilik hisoblang deyapti. Bir kishiga 790 ketsa, 3 kishiga qancha ketadi? Ya'ni buning uchun biz 790imizni ko'paytirar ekanmiz 3 ga. Hisoblaymiz. 0 kara 3imiz 0. 3 kara 9imiz 27, 7sini yozib, 2sini eslab qolamiz. 3 kara 7imiz 21. Mana bu ikkimizni qo'shsak 23 bo'ladi. Ya'ni 3 kishiga bizda 2370 gram masallig'imiz ketar ekan. Javob deymiz. Javob 2370 gram bo'lar ekan. Bu bizda 3 ta odam uchun, 3 ta odamga. 3 ta odam uchun shuncha masallig'imiz ketar ekan. Sizning vazifangiz chiroyli qilib buni yozib olish va mana bu joyini tushundingizmi qanday qilib hisoblaganimizni. Biz sizlar bilan boshida 3 tasini qo'shib oldik. Ya'ni mana bu 3 tasini javobini, keyin chiqqan javobimizni mana ularga qo'shdik bu yerda. Mabodo adashib ketib qolsangiz. Mana chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Shu bilan bugungi uy vazifamiz tugaydi. Video darsimiz yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Yangi darslarimizda ko'rishguncha xayr.